Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana bir oshxona mebelimizni ustanib ketib berdik. Xudo xolasa, ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yerda duxovkalari, mikrovolnovkalari, kirmashillari, настольный gazlari, ko'p funksiyali moyka и посудомоечный mashinalarni o'rnatib berganmiz. Bu yerda xolodilniklari, qaranglar, katta bo'lib chiqqan, bahaybat bo'lib. Cappuccino, молочный dapilar ham cappuccino bo'lgan. Stollari rossiyskiy matviy stollardan qo'yib berganmiz. Qirchiq, chiziq bo'lmaydi. Keyin bir de tak kargo mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Har doim tortmalarda tandem. Bu yerda qashqadaryolarimiz bo'ladi. Keyin bir de so'shaylardan qo'yib berganmiz. So'shilgalar qo'yib berganmiz. Qaranglar, uy nadayan ochilib, chiroyli bo'lib turibdi. Keyin bu yoqda stollarni ishlab berganmiz. Xamir yoyish uchun, o'tirish uchun masalan, tortib qo'ysalar, tenda g'ildiraklari bor. O'rtadan bemalol o'tirib choy ichadilar. Asturov. Endi buni ustini dosh ham etib ishlasa bo'ladi. Prosta dosh. Bitta qimmatroq chiqadi. Hozir bu rossiyskiy laminatdan ishlandi. Bir de ichida foydalanadilar bemalol. Sizlarga ko'ringlar, bu xabaringlar qo'yamiz. Çok iyi çıktı.